iltimosim borki, kim mana sizlar hozir reklama qilyapsizlar, ishonchli reklama bo'lyapti. Yaxshi dam olyapsizmi? Rahmat, xudoga shukr. Qayerdan keldingiz? Men Namangan viloyati Pop tumanidan keldim. Mana bugun kelganimga 4 kun bo'ldi. Bu yerda sharoitlari, mana vrachlar, medsestralar hammasi juda ham dono, shu so'z bilan davolaydigan doktor qizlar ekan. Men bulardan juda ham mamnunman. Chunki men bu yerda eshitgandim, necha yillardan men orzu qilardim, hech erisha olmasdim. Mana keldim, 21-mart kuni kelganman. Juda ham chiroyli, menda o'zgarishlar juda katta bo'ldi. Bu yerdagi xususiyatlari, mana elektrositlari, mana labdagi vannalari, massajlari, hammasi juda ham o'rnida. Mana shu massaj qiladigan, davolaydigan medsetra qizlar juda ham tili shirin ekan. Men bulardan juda ham xursandman. Bu yerga kelganda hech qachon afsuslanmayman. Rahmat. Hech qachon bular ishlab charchamasizlar. Men bu yerga iltimosim borki, kim mana sizlar hozir reklama qilyapsizlar, ishonchli reklama bo'lyapti. Kelinglar, men sizlarga hammalarni mana shu Farg'ona viloyatidagi Koinot sanatoriyasiga taklif qilaman. Juda ham rahmat sizlarga, hammalariga katta rahmat. Sizlarga ham rahmat e'tiboringiz uchun. Juda yaxshi. Tashakkur.